Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Qadrli kanalimiz a'zolari, ushbu video lavhamizni tinglab bo'lganingizdan so'ng like yoki dislike tugmasini bosasiz degan umiddamiz. Sizning fikringiz biz uchun muhim. Demak, ushbu video lavhamiz orqali yog'lar ketishini tezlashtiruvchi 5 oziq-ovqat haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Quyidagi oziq-ovqatlar orzuyingizga tezroq erishishga, ishtahani yaxshiroq nazorat qilishga, yallig'lanishni kamaytirishga, metabolizmni tezlashtirishga yordam beradi. 1. Limon sharbati. Siz hazm qilishni yaxshilash uchun kunni 1 piyola limonli suv bilan boshlash kerakligi haqida eshitgan bo'lsangiz kerak. Haqiqatdan ham ovqatdan oldin qabul qilingan 2 osh qoshiq limon sharbati ovqatdan keyin qondagi shakar miqdorini kamaytirishga yordam beradi. Limon tarkibidagi polifenollar organizmning yog' to'qimasini jamg'arish an'anasini yo'qotadi. Limon sharbatini kun davomida ham parhezga kiritish mumkin. Uni mineral suvga yoki ziravor sifatida salatga qo'shing. 2. Dolchin. Dolchin me'da bo'shashini sekinlashtirish bilan qondagi glyukoza miqdorini kamaytirish xususiyatiga ega. Bu esa uzoq vaqtgacha to'yish hissini saqlab qolishga yordam beradi. Bir kunda 1,5 choy qoshiq ezilgan dolchin kifoya qiladi. Asosiysi dolchin yangi bo'lishi kerak, chunki u vaqt o'tishi bilan tarkibidagi polifenollar va faol tarkibiy qismni yo'qotadi. 3. Kayen qalampiri. Kayen qalampiri ko'proq kaloriya yo'qotishga va ishtahani qaytarishga yordam beradi. Tadqiqotlarning ko'rsatishicha, qalampirga achchiqlikni beruvchi kapsaitsin moddasi metabolizm tezligini va yog'larni ketishini osonlashtiradi. 4. Zarchava, ya'ni kurkuma. Deyarli har bir kasallik yallig'lanish jarayonlari bilan kechadi. Yallig'lanishga qarshi va har tomonlama foydali bo'lgan zarchavaning tarkibi kurkumin deb nomlanuvchi tarkibiy qismdan tashkil topgan. Kurkumin yog'larni yo'qotishga va ko'plab boshqa muammolar bilan kurashishga yordam beradi. 5. Zig'ir urug'i. Yangi yanchilgan zig'ir urug'i yallig'lanishga qarshi kurashishga va gormonlarni boshqarishga yordam beruvchi omega 3 alfa lionel kislotasining ajoyib manbasi hisoblanadi. Tadqiqotlarning ko'rsatishicha, parhez paytida iste'mol qilingan zig'ir urug'i ishtahani pasaytirishga yordam beradi. Hozircha shular. Kanalimizni kuzating va doimo sog'-salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.